Zino qilgan kishi qanday tavba qilishi kerak? Nasuh tavbasi qilishi lozim. Alloh taolo Qur'onda bizga "Tubu ilallohi tawbatan nasuha". Ey iymon keltirganlar, Allohga tavba qiling, ammo nasuh tavbasi ila. Bilasizmi u nima degani? O'tmishda qilgan butun gunohlarimni bilaman va bularni tan olaman. Allohim, shu joyda zino qildim, buni bilasan, buni ko'rding, ammo men insonlarga emas, senga aytyapman. Meni gunohlarimni tozala, bundan keyin qilmaslikka so'z beraman desa, iliq suv bilan tahorat g'usl qilsa, orqasidan 2 rakat tavba namozi o'qisa va ortidan shu jumlalar bilan tavba qilinsa, bunda islomiyatda nasuh tavba deyiladi. O'tmishni tozalaydigan tavba. Va bu yana gunohlarni qayta qilmasa, bu ishora shuni bildiradiki, gunohlarining tozalanganligi yuzaga chiqadi. Bularni bir nasuh tavbasi bilan tozalaydi. Keyin o'ziga bu gunohlarni takror qilishni eslatgan yaqinlar, do'stlar, zino qiladigan yoki zinoga undaydigan yaqinlaridan uzoqlashadi, yaqinlashmaydi. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Biz mana kuniga 100 marotaba takrorlashga buyurilganmiz sunnatda, ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim kuniga 100 marotaba ushbu zikrni qaytarsa, qiyomatda undan yaxshiroq amal bilan hech kim kelmadi dedilar. Va kechgacha shaytonlar unga yaqinlasha olmaydi. Va bu zikrni kim 100 marotaba etsa, 10 ta qulni ozod qilgan ajr beriladi. 100 ta hasanat yoziladi, 100 ta sayyiat o'chiriladi. Shunaqa ajrlar va'da qilingan zikr. Nima zikr bu? La ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu. Lahul mulk. Lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu. Allohdan o'zga ilohlikka haqli hech kim yo'q. U yakka iloh, uni sherigi yo'q. Lahul mulk. Mulk uniki deyilyapti. Kimdir agar nimaga ilohlikka hech kim haqqi yo'q boshqa, nimaga boshqa ham qonun chiqarishga nimaga haqqi yo'q, nimaga boshqalar ham nizom o'rnatishga haqqi yo'q desa, lahul mulk deymiz. Chunki mulk uniki. Mulk nima edi? Butun olam, ichidagi butun mahluqotlar va shu jumladan bizni o'zimiz ham, butun insonlar Allohning mulkimiz. Lahul mulk, faqat uniki deyilyapti mulk, boshqa hech kimniki emas. Va lahul hamd, va butun hamd, maqtov Allohga. Ya'ni bizga keladigan nimaki yaxshilik bo'lmasin, biz boshqalarni maqtab urinmaylik. Yo'q. Allohdan keldi bu yaxshiliklar. Shuning uchun maqtov Allohga degan. Shuning uchun nimaki hayotingizda yaxshilik ko'rsangiz alhamdulillah deng.